Bukedan Dubayga sayohat qilamiz. Ana surprizu mana surpriz aksiyasidan yana bir mijozimiz super yutib. Dubayga sayohat yo'llanmasini yutib oldilar. Bugun ularning hayotida eng baxtli kuni. Ya'ni qizlarining to'yiga borib, ushbu sovg'amizni surpriz qilamiz. Biz sayohat yo'llanmasini topshirish uchun to'yxonaga keldik. O'sha maishiy texnika buyumlari. Endi azizlar, omad kelaman desa-chi, odam tanlamas ekan. O'zim aytib qo'yaveraymi? Zarif opam Ishonch savdo markazidan narsa xarid qilib, Dubayga yo'llanma yutib oldi. Bitta chiroyli qarsay chalib qo'yamiz. Ishonch savdo markazi xodimalari. Rahmat, bitta qarsay chalib qo'yamiz. Havas qilganlar bo'lsa. Dubayga salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. O'sha gap, omad kelaman desa kelaveradi. Ilohim hammamizni shunaqa joylarga jo'natsin. Ilohim bundan keyin haj safarlariga yo'llanma yutib oling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Zarif opamizning xursandchilik kunida biz ham sherik bo'lib, mana shunaqa sovg'amizni topshirgani keldik. Do'konimizdan mahsulot xarid qilib, haqiqatan ham mana shunday Dubayga sayohat yo'llanmasini yutib oldi. Bunaqa omadli insonlar kamdan kam bo'lsa kerak. Mana to'ylarida mana shunaqa sovg'a qabul qilish. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.